Bugun sizlarni 73.500 dollarga sotilayotgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Podestdan boshlaymiz. Video kuzatuv kamerasi, domofon va yangi sveji remont qilingan 3 xonali uyimiz. 5 etajli dom, 5-etajda joylashgan. 92 kvadrat metrli uyimiz. Qaranglar, remontini chiroyli qilib qo'ygan. Dekor original. Oyna hamma joyida. Lustralar qo'yib beradi yoki o'zingizlar qo'yasizlar. Buni oldin berdi savdolashayotganda kelishamiz. Xudo xohlasa. Xonalar alohida. Bu koridorimiz bo'ladi. Bu joylardan dekor ishlatilgan. Uyingizga kelgan mehmonlarni mana shu monitor orqali keldi-kettisini kuzatib tursangiz bo'ladi. Cheers Wi-Fi ishlaydi. Telefonga ulasanglar ham xabardor bo'lib turasizlar. Bu xona birinchi xona, detskiy qilsanglar ham bo'ladi yoki shunaqa 4x4 kvadrat metrli xonamiz. Qaranglar, konteyner uchun joy tashlab ketilgan. Teshigi bor, konteyner qo'yib, shu yerga ulab joylashtirsanglar bo'ladi. Hammasi hisob-kitob qilingan. Kadastrlar tayyor, notariusga. Xohlagan kuningizda borib notarius qilamiz. Bu ota-onalar xonasi, sababiki bu xonada o'zini dushi bor. Bunaqa proyekt hamma uyda ham bo'lavermaydi, ayniqsa 5 etajli fransuz planirovkali uylarda. Bu akamiz sizlar uchun, aynan sizlar uchun shunaqa shart-sharoit yaratib qo'yibdi. Tak, bu odam konteyner uchun joy tashalgan. Remontga baho berasizlar. Hali remont haqida ketmagan. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Xohlagan paytingizda kalt manda turibdi. Narxini 73.500 deyapmiz. Kami bor, joyda gaplashamiz. Bu uy ipoteka qilingan. Agar 40.000 dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani egasiga berib, qolgan ostatkasini nomingizga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Idishlar dalshi ipoteka to'lab ketasizlar. Bu balkon, 2x6 razmerli balkonimiz. Menga bir xonali uy kerak bo'lyapti. 35.000, 38.000 dollar atrofida. Yashnobod, Qo'yliq, Vodnik, massiv 5 gacha. Agar sizlarda shunaqa variantlar bo'lsa, telefon qilsanglar, uni ham hal qilib yuboramiz. Telefon nomerlarini yozaman, telefon qilsanglar, bundan-da zo'r uylarni profil orqali ko'rsanglar bo'ladi. Yoki o'zingizga ma'qul kelgan uylarni o'sha yerdan topasizlar. Telegramda lokatsiya va rasmda Telegram kanalda. Sizlarga rahmat.